Bugungi videoda men Minecraft'dagi eng qo'rqinchli setni ko'rsataman. Bu set haqida internetda juda ko'p mish-mishlar yuradi va bu o'yinchi uni sinab ko'rishga qaror qildi. Undan oldin esa sizlar videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Unda men videoni boshladim. Mana o'yinchimiz o'ziga oddiy merni yaratib oldi va u survival qilishni sekin boshlab ham olyapti. Xo'p, keyinchalik o'yinchimiz o'zida ko'p narsalarni to'plab va kompas ko'rsatayotgan tomonga qarab yuryapti. O'yinchi yo'l yursa ham mo'l yurib, qandaydir tashlandiq xaroba uyni topib oldi. Buni uy ham deb bo'lmaydi, no yashash uchun bo'ladi. Va uni sandig'ida qarasa o'ziga kerakli resurslar va bir qancha go'sht, tayoq, shunaqa toshlar va shunga o'xshash narsalar bor ekan va o'yinchi o'ylab qoldi. Men bu yerda qolsam ekan deb o'ylab qoldi va oxirida shu qarorga keldi. Bu o'yinchi mana shu uyda tunab qolmoqchi va shu uyda yashab o'zini kuchaytirib olmoqchi ekan. Bizning qahramonimiz tunda g'orga kirdi, ya'ni shaxtaga kirdi. Bu yerda o'ziga kerakli narsalarni ham qazib olyapti o'zimizning o'yinchimiz. Xo'p, mana bu yerda bir narsalar qilyapti va bu yerda fakkilarni qo'yib va yana nimadirlar qilib endi chiqib ketmoqchi bo'lganda mana o'yinchimiz qop-qorong'u tun bo'lganini sezib qoldi va u yanada yuqorilay boshladi. O'yinchimiz qarasa qop-qorong'u zimiston bo'pti, hamma yo'q. Mana buni uyi turibdi bu yerda. O'yinchimiz osmonga tikilib qolib turardi. Va nihoyat o'yinchimiz bir amallab qishloq topib ham oldi. U qishloq endi unga as qotadi va qishloqdan o'ziga kerakli narsalarni ham olib keta oladi. Va o'yinchimiz uylarini tekshiryapti. Qani nima bor ekan deb bu yerda va tepada ham yana uy bor ekan. O'sha yerga bormoqchi shekilli o'yinchimiz sekin fakkilarni qo'yib bormoqda hozircha. Va o'yinchi o'sha joydan xuddi shunday narsani topib oldi. Hozir men sizlarga buni tarjimasini aytib beraman. Buning tarjimasi esa ehtiyot bo'ling degan ma'noni ham anglatar ekan. O'yinchimiz xavotirlanib qoldi, nimaga bu yerda bunaqa yozib turibdi deb. Va ozgina o'ziga qarab o'ylanib ham qoldi. O'yinchimiz va yo'lda davom etayotganda mana shunaqa narsalar chiqib qoldi va buning tarjimasi nomatsion degani nomzodlik va koratsion degani toj kiydirish marosimi degani va mana bu yerda xuddi shunday daraxtning ostida toj kiydirish va nomzodlik g'alati narsa bo'lyapti o'yinida. Bu g'ayritabiiy holatlarda bo'lyapti va kechasi o'yinchida ozgina vahimaga tusha boshladi o'yinchi va nima qilishni ham bilmay qolyapti. Atroflariga qarab, pastda qop-qorong'u qanaqadir joy bor ekan. Yonma bu yerda fakkilar bilan o'ralgan narsa bor ekan. O'shani oldiga borib ko'raman dedi o'yinchi. Sal fakkilni qo'yib oldi. O'yinchimiz baribir o'sha joyga tushaman dedi va sakrab o'zicha tushib ham oldi. Va o'yinchida ozgina joni ketdi va mana bu yerda qandaydir toj kiydirish marosimidek fakkilar qo'yilgan. Yo'q, hozir buni tarjimasini aytib beraman sizlarga. Buyuk mukofoti uchun reklamni e'lon qilish men uchun sharafdir, mamnuniyat bag'ishlaydi degan tarjimasi bu. To'g'risi, men ham hozir shu gaplarga tushunmadim va o'yinchi ham bu gaplarga aniq tushunmagan shekilli. Bu bir joyda qotib turganidan ma'lum. Xo'p, o'yinchimiz endi nima qilmoqchi ekan, buni video davomida ko'rib olasizlar. Sizlar albatta videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying va bundan tez qiziqarli videolar hali oldinda va tez chiqib turadi. Va bu yerda o'yinchi qandaydir narsalarni ham tekst yozilgan narsalarni topib oldi. Qandaydir allaqanday qon bilan yozilgan qip-qizil narsalarni topib ham oldi. O'yinchi alahsiray boshladi. Qandaydir narsalarni topib turganini ham alahsiray boshladi. Xo'p, o'yinchi endi nima qilar ekan bilmadim men ham. Xo'p, o'yinchi pastga tushyapti asta-sekinlik bilan va mana bu shunaqa g'orda hozir o'yinchi mana bu yerda ham narsalar bor ekan.
Yo'q, hamma narsa qon bilan yozilgan bu yerda. Xo'p, mana bu yerlarda fakkellar qo'yilgan, qip-qizil fakkellar qo'yilib tashalgan. Xo'p, o'yinchi narsa yo'qdi hozircha. Xo'p, tak. O'yinchi pastga ham qon bilan yozilgan. Yo'q. Короче, o'yinchiga aytyapti bular, sen o'lasan deyaptimi, shunaqa deyapti. Aha, meni tarjima qilishim bo'yicha. Bilmadim, inglizchani uncha ham bilmayman. Xo'p, o'yinchi o'ziga qarab turyapti. Nima bu, nimaga bunaqa bo'lyapti deb o'ziga qarab turyapti. Tak. Hamma joy qop-qorong'i. Zo'rdan ko'rasan, yo'lni onasini emsan. Hammayli nicho. Ma bu yerda o'yinchi yana tekst topib oldi. Ma bu yerda yana topib oldi. Ekan bu o'yinchi yanada yo'lini davom etdi. Xo'p, ma bu yerda qop-qorong'i ekan. Ma bu yerda yana tekst bo'lsa kerak. Mana shunaqa narsa bor ekan bu yerda ham. Mana shu yerda ham tekst bor. Mana qip-qizil qon bilan yozilgan. Yo'q. Qandaydir sir bor-da, mana shu olamda, ya'ni mana shu yerda qandaydir sir bor, yashirilgan sir. Yo'q. O'yinchi o'z ishini bajarib survival qilayotgan edi o'sha g'orda va to'satdan nimadir g'ozi bo'ladi deb ko'zim sezyapti. Mana bo'ldi. O'yinchi to'satdan qandaydir sabablarga ko'ra o'lib qoldi. Buni hozir men sizlarga aytib beraman. Sabr qilsanglar, men sizlarga albatta bu narsani qanday o'lganini ham aytib beraman. Birma-bir tarjima qilib beraman. Yaxshi, ammo lekin hozir akkauntimga kimdir buzib kirdi. Lekin bu hakkerligiga 100% ham komil emasman. Qiziq, bu creepypasta setida ya'ni nimalar bor ekan?